Assalomu alaykum, xorazmxohlar. Xudo xolasa yana elektrosetning ustundagi obyektimiz ham ish jarayonini boshlab berdik. Polni radiatorlarni qo'yib, betonlarni shtrabitib, aylantirib chiqiladi. Dekaloriya radiatorlarimiz bu yerlarda yana sushilka bo'ladi giraverishdan chap qo'limizda. Bu yon tarafda kir mashin, unitaz, rakvina, avera vanna bo'ladi o'zinasini. Filtr, sho'chek vajlarni qo'yamiz. Bu yerga aristondan asamiz. Inshaalloh polni yaqinda to'pli pol bo'ladi. Koridor giraverish oqshom ko'rgan bo'lsanizlar, serishkada serishkalarni olib tashlab, yana bolalar xudo xolasa yana bu yerdan radiatorlarimiz qistirildi. Tak. İş jarayoni qizg'in ketdi. Fitsman katollarimiz yana xudo xolasa shuni asib, mana Suvash Muratbek bor. Mana shuni kesib, pedalga etib, bu yerdan montajlanib beradi gazni. Bunda birdan radiatorimiz. Bu yerda posudamoyka, kuxni, rakvinaniki katolimizni inshora asamiz. Keyin mavajin ishlab, saqlab beramiz. Dekaloriya radiator bo'ladi. Dekaloriya. Şimdi materiallar, sifatli materiallar gerek bo'lsa, ehson do'koni olaverasizlar. Ekranda murojaat uchun telefon nomerlarini qoldiramiz. Xayr Ariston santexnika xizmatlar bo'lsam murojaat etaverasizlar. Отопление santexnika